Hurmat qilganda hurmat qilamiz. Hurmat qilmaganga hurmat sadaqa unga, u ketdi, kerak emas unga. U noloyiq narsaga u. Odob ham, kamtarlik ham o'shanga loyiq odamlarga qilinadi. Aytadi-yu, eshakka deydi, keragidan ortiqcha e'tibor berib yuborsang, o'zini men zoti toza otman deb o'ylab qoladi deydi. O'sha biz hurmatga noloyiq bo'lgan, odobga noloyiq bo'lgan odamlarga jiddiy e'tibor berib yuboramiz, o'zidan ketaveradi keyin. Men kimdirman deb o'ylaydi. Uni hech kim emasligini biz amalda ko'rsatib berishimiz kerak.